yana? Hayitga pishirasizmi? Shu qudalarni hech tinch qo'ymadlar-da. Iligan sutimizga droji, shakar, tuz qo'shib 5 minut aparib olishni kutamiz. Bitta tuxum chaqib, ozginaginadan un solib xamir qorayotganimizda xona haroratda iligan saryog'imizni qo'shib, o'zlariga o'xshagan do'mboqqina, yumshoqqina pechonni qilib beraman. 1 soat xolodilnikda oshirib olasiz. Ishoning, bu eng ishonchli retsept. Xamirni yoyib, xuddi videoda ko'rsatilgandek kesib olamiz. Eng qiziq joyi, nachinkasiga choko krem va yong'oqdan foydalanamiz. Kremni bemalol shunaqa nachinkalarga yoki ganajlar qilishga ham foydalanishingiz mumkin. Xamir meshib ketganini ko'rdinglarmi? Xuddi videoda ko'rsatilgandek tugamiz. Tugilishi juda ham oson. Bolajonlar-yu qaynonangiz mazza qilib yeb olishadi. Issiqqina sut bo'lsa bormi? Tugilishini har xil qilishingiz mumkin. Eng asosiysi xamiri turgan joyida ishib ketaveradi. 180 gradus 20 minut. Bu shirinlikning nomini qaynonani qo'yniga yo'l deb nomlaylik. Iftorlikka qilib bersanglar bormi? Yurechani bosib, yaqinlarga jo'natib qo'yinglar. Bilasizlar-yu, qo'ynim ko'tariladi. Mazasiga gap bo'lish mumkin emas. Olinglar. Odamga telefon qilaymi yana?